Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlardan diplomatli vrach-urolog, androlog, xirurg va vrach-ultraskup diagnostik Erkinjon Yo'ldashev. Hurmatli obunachilar, ko'plar so'rashadi, jinsiy zaiflik nimadan kelib chiqadi? Biz albatta bilamiz, jinsiy zaiflik nimadan kelib chiqqanini, buni tekshiramiz gormonal fon. Lekin bugun so'z u haqida emas. Ya'ni bir xilgi bemorlar keladi, yosh bemor, hamma joyi to'g'ri, lekin jinsiy holatga xohishim yo'q, yaqinlikimda turmayapti deydi. Biz ularni tekshiramiz, hamma taraflama, oxirida so'raladi, nima ish qilasan? Ya'ni sening ishing nima bilan bog'liq, выходной bormi, yo'qmi? Yo'q, men dam olish kun yo'q, 2 oydan beri, 3 oydan, yarim yildan beri постоянно ishlayman. Yo'q, biz aytamizki, borib dam olib kelgin. Ya'ni tog'larda dam olasanmi? Ya'ni morskoy воздух bor, горный воздух bor. Ya'ni tog'da havosi va dengizda havosi. Ikkalasini solishtirsak, dengizda havosidan morskoyda ikkalasi почти bir xil, buni foydalari. Ya'ni biz o'sha bemorlarga tavsiya beramiz dam olishlikni. Albatta dam olib kelgandan keyin aytadiki, men dam oldim, dam olgan vaqtimda jinsiy holat turish ham yaxshi bo'ldi, xohish ham paydo bo'ldi. Demak, bu yerda muammo ichki organizmdagi bo'lgan muammosi, organiический природа emas. Muammo demak bu yerda o'sha odamni ko'p charchaganda, organizm charchagan deydi. Shuning uchun sizda jinsiy zaiflik bo'lsa, даже bu misol sizda qandli diabet bo'lmasa, yosh bo'lsangiz, sog'lom bo'lsangiz, albatta birinchi dam olib ko'ring. Даже shifokorga murojaat qilmang. Toqqa chiqing, aylaning, oilangizni olib keling. Qani shunda xohish qanday bo'ladi? Lekin bu yerda yana bir narsani, muhim narsani bilishimiz kerak. Ya'ni jinsiy zaiflik ko'p holatlarda ayollarga ham bog'liq. Ya'ni siz oilangizni xohlashingiz kerak. Lekin oilangizni xohlamasdan o'rtada muammo bo'lsa, siz uni xohlamasangiz, ya'ni sizga yoqimsiz bo'lsa, ming tog'lar tepasiga ham chiqing, dori ham iching yoki bo'lmasa dengizga borib dam oling, turmasa qiyin. Shuning uchun bizning ustozimiz, endi ustoz deb aytamiz, kitoblarni ko'p o'qiganmiz, andrologiyaning asoschisi Nishlak aytadiki, jinsiy zaiflikda 90% deydi ayol kishiga bog'liq deydi. Ayol kishi qanday erkak kishini xohishini ko'tarsa, shuncha erkak kishining vujudida xohish bo'laveradi. Bekorga menimcha payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytmagan, shu sizlarning eng baxtlilaring, ya'ni oila baxtli bo'lish uchun solih ayol kerak. Ya'ni solih ayol ko'p bidillamaydi eriga, ko'p lishni gap qilmaydi, uni hurmat qiladi, aytganini qiladi, o'shanda erkak kishi zavq oladi. Yoki bo'lsa bitta gap bor, mana любой kuchli ayol erkak kishining orqasida ayol kishi turibdi. Bu bekorga emas. Ya'ni bu yerda o'sha hamma narsa bir-biridan to'g'ri keladi. Hurmatli obunachilar, shuning uchun shunaqa muammo bo'lmasligi uchun agar bu narsalar sizda bo'lmasa, dam oling, oilangiz xohish bo'lsa, albatta sizda men o'ylaymanki, jinsiy zaiflik muammosi hal bo'ladi. Salomat bo'ling.